Yaxshi sizlarda Leylin bor ekan. Bizda turpag'i ham qolmadi. Sog'inganmiz O'zbekistonda. Salom alaykum. Hurmatli o'rtoqlar, mana Qirg'izistonda Leylinning haykali hali ham bor ekan. Biz o'sha yoshligimizda pioner bo'lib, qizil galstuklarni taqib, hali Leylin haqida bir she'rlarni yodlar edik. O'qing a'lo, bo'ling dono degan bizga Leylin bobo degan she'rlar miyamizga o'rnab ketgan. Yana san'atlar ichida biz uchun eng muhimi kinodir. Yana bir gapi bor edi. San'atsiz turmush vahshiylikdir, mehnatsiz turmush o'g'rilikdir. Vladimir Ilich Lenin deb yozib qo'yar edi, katta harflar bilan. Bu naqadar bir dono so'zlarda aytgan u. Lekin shu Lenin ham keyingi paytda nima bo'ldi, hali nima deydi? Qoralandi desak ham bo'laveradi, chunki bu O'rta Osiyo xalqlarini bo'linib ketishiga sababchi bo'lgan deyishadi. Butun dunyo proletarlari birlashingiz deb gazetalarda boshida yozuv bo'lar edi. Shu Vladimir Ilich Lenin deb yozib qo'yar edi. Endi butun dunyo proletarlari birlashingiz. Bu so'zning ma'nosini biz uncha tushunib yetmas edik. Hozir ham uncha tushunmaymiz u, lekin bir qandaydir bir ishchi va dehqonlarning birlashishiga bir qandaydir bir hissa qo'shgan, hali bo'ylarni yo'qotgan deyishadi. Kambag'al bo'y bir xil yashasin degan gaplar bo'ladi Lenin haqida. Bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun degan shiorlar bo'lar edi eski paytda. Endi xullas Leninni bir dohiy odami deb biz tushunib nimamizga o'rnab qolgan. Leninni bir dono so'zlari borligi uchun biz Leninni bir qandaydir ma'noda bir yaxshi ham ko'rib Leninga bir nima hurmat bajo keltirar edik. Qizil galstuk bo'lar edi, uni taqib pioner bo'lib, keyin bir ma'lum bir yoshga yetganda komsomol bo'lar edik. Komsomolni zinachokini berar edi, komsomol bo'lib har xil nimalarda qatnashar edik. Mana endi o'sha Batkendi sentridan Rishtonga qarab ketyapmiz. Tamojniga o'sha yerdan o'tib ketamiz. Uzun payvand qilgani kelgan edik. Chiroyli joylarda syomka qilib ketyapman. Ketishda Leninning haykalini syomka qilishga ulgurmagan edim. Tezroq yetib olaylik deb. Mana qaytishda bitta shorts video hamda mana shu videoni olib ketyapman. Ana taksi ukamiz bizni olib ketyapti. O'sha postga tashlaydi. Postga o'tib ketamiz. Shu joyda yashayman, Batkenda deyapti. Mana Batken ko'chalaridan ketyapmiz. Endi Lenin haqida yana biroz gapiradigan bo'lsak, san'atlar ichida biz uchun eng muhimi kinodir deyilardi. Ko'chalarga kinoni olib kelib, ali oq materialni devorga osib, kinolarni qo'yib berishar edi u paytda. Tekinga mahalla bolalari, mahalladagilarga kino keldi desa, yetib borar edik o'sha joylarga. Shunaqa bir zamonlarda yashaganmiz. Mana o'sha paytlarga ham mana yarim asrdan o'tib ketdi. O'sha zamonlarni ko'rganimizga. Lekin o'sha sirni puli bo'lar edi, orqasida o'roq va bolg'a belgisi bo'lar edi. O'roq va bolg'a belgisi ishchilar hamda dehqonlarni birlashib gani bo'lar edi. Shu Leninning bir qandaydir g'oyasini o'sha yerga qo'yishgan edi. Paxta bilan bug'doyni rasmi bo'lardi u yerda. Juda bir ajoyib zamonlarni ko'rdik. U paytda ham bir nima deydi, pulni qadri bo'lib, arzimagan pulga ko'p narsa kelar edi-yu. Lekin mustaqil bas edik. O'sha qandaydir bir imperiyaga bir nima bo'lganmiz. Shuning uchun Lenin bir qaysidir ma'noda bir yaxshi odam, yaxshi so'zlar aytgan, yaxshi ishlar qilgan degan nima ham bizni ongimizga joylashgan. Qaysidir ma'noda bir yomon odam ham bo'lgan deyishadi, chunki davlatlarni bo'lib tashlagan deyishadi. Endi biz hali tarixda, bu to'g'risida tarixda chuqur o'rganganimiz yo'q.
endi o'sha esir paytida bizda esir paytida yashaganimizda Leninni ko'klarga ko'tarib dohiydir edik. Dohiyimiz Lenindir edik. Hattoki har bitta maktabda haykali bo'lar edi. Shu bilan endi Lenin haqidagi gaplarimizni tugataylik-da, mana atroflarga olib ketaylik. Hozir bu Batkendan bizni o'sha Torgoviy postigacha necha kilometr? 62 kilometr. 62 kilometr. Ancha bor ekanda. Hurmatli o'rtoqlar, biz endi mana shu Esirpetda o'qiganmiz. Esirpetda o'qishni bitirib boshqa o'qishlarga kirdik. Biz Lenin haqida bizda yaxshi taassurotlar qolgan. Shuning uchun biz Leninni yomon ham demaymiz, yaxshi ham demaymiz, betarafmiz. Lekin yaxshi tasavvurlar qolgan maktab vaqtida o'qiganimizda. Endi biz o'sha ta'limda, o'sha vaqtda ta'limini olganmizda. Lenin yo'lida yurgansiz. Lenin yo'lida yurmaganmiz. Leninni o'gitlari bilan o'qitilgan. Qandaydirki bir yaxshi tasavvurlar qolganda Lenin haqida. E'tiborlaringiz uchun rahmat.